Davlat sirlarini ochmoqchi bo'lgani uchun uni radioaktiv modda bilan zaharlashadi. 2006-yil 1-noyabrda sobiq rus razvedkachisi Aleksandr Litvinenko Londondagi Millennium mehmonxonasi barida o'ldiriladi. Uni polonium 210 deb nomlangan radioaktiv modda bilan zaharlashadi. Bu modda sianiddan 5 million barobar kuchliroq va o'ta xavfli. Zahar ta'siri shunchalik kuchli bo'ladiki, Litvinenko Londonda radiatsiya izlarini qoldiradi. U o'tirgan stol, ichgan choyining stakanlari, hatto hammomdagi qurilmalarda ham yuqori darajadagi radiatsiya aniqlanadi. Bir necha hafta ichida uning immun tizimi o'zgara boshlaydi va ichki organlari alfa zarralari bilan yopib yuboriladi. Uning operatsiyasi tarixdagi eng xavfli operatsiya hisoblanadi. Shifokorlar 2 marta himoya kiyimida va batareya bilan ishlaydigan havo tizimlaridan foydalangan holda uning radioaktiv qoldiqlaridan himoyalanishadi. Bugun Litvinenkoning o'limi davlat tomonidan amalga oshirilgan qotillik sifatida tan olinadi va bu voqea xalqaro munosabatlarga katta ta'sir ko'rsatdi.